Assalomu alaykum. Allohim inom etgan go'zal kunlarda chiroyli yoshlarni qarshi olayotgan Mariya opajonim siz bilan bog'landimmi? Salolik ham. Salomatmisiz, omonmisiz, ahvollaringiz yaxshimi? Rahmat. Salomat bo'ling. Ayyomlar muborak bo'lsin. Bugungi sizga tashrif buyurgan go'zal yoshlar, shukronali kunlar qarshi olgan yangi yoshingiz bilan chin dildan samimiy tabriklab qolamiz. Rahmat. Alloh umringizni ziyoda qilsin, to'lgan yoshingiz xayrli va barokatli bo'lsin, yoshingizga yoshlar qo'shilsin, el ichida doim aziz bo'ling. Allohni suygan bandalari safida bo'ling va mana shunday chiroyli yoshlarni ko'plarini qarshi olib yurishdan aslo charchamang opajonim. Rahmat. Ayni damda siz bilan sog' bo'linglar, charchamanglar. minnatdormiz, rahmat. Ayni damda siz bilan suhbatda bo'layotgan biz kutilmagan qo'ng'iroqlar radio loyihasidamiz. Shu loyihani boshlovchisi Kamina Gulhayoxon bo'laman. Bugun biz loyihamizga yaqinlaringiz murojaat qilgan chiroyli tilaklarini, tabriknoma maktubini sizga yo'llagan mana shu yaqiningiz kim bo'lishi mumkin endi, nima deb o'ylaysiz? Shu Nodira qiladi-da. Joningiz sog' bo'lsin. Albatta sizni juda ham hurmat qiluvchi, erta tongdan xursand qilishni niyat qilgan inson. Albatta keliningiz ekanlar Nodira opajonimiz tomonlaridan kelibdi. Ushbu chiroyli tilaklarni barchasi siz uchun chin dildan samimiy tabriklab qolibdi. Opajonimiz bo'ladi, chiroyli qilib tabriklab beringlar. Hammamiz ularni juda ham yaxshi ko'ramiz debdilar va barcha jigarlaringiz nomidan tabriklabdilar. Erali aka, ukajoningiz, Nodira opa keliningiz va yana Zarifa, Nurlan, Akbar, Temur, Madina, Sabina farzandlar, Ma'mura opa singlingiz, aka-ukalar nomidan, hammalarining nomidan sizni tabriklabdilar. Va yana o'zimni farzandlarim debdilar, Muxtorbek, Oybek, Xadichabonu nomlaridan. Jiyanlaringiz hammalari sizni chin dildan samimiy tabriklab qolibdi bugungi ayyomlar bilan opajonim. Rahmat kattakon. Ilohim barchalarini baxtiga salomat bo'ling, ilohim aytganingiz kelsin. Rahmat. Chiroyli tilaklari, tabriknoma maktublari ham bor ekan sizga. Agar ruxsat bersangiz, uni ham o'qib eshittiraman. Mayli. Minnatdormiz opajonim, marhamat, tabriknomalarni qabul aylaysiz. Assalomu alaykum, biz uchun aziz va juda ham qadrli bo'lgan opajonimiz. Bugungi tavallud ayyomlar, shukronali kuningiz qarshi olgan yangi yoshlaringiz bilan chin dilimdan samimiy tabriklab qolaman. Sizga dunyo va oxiratdagi jamiki saodatlarni va yaxshiliklarni, avvalo eng qimmatlisi bo'lgan sog'-salomatlikni tilab qolaman. Opajonim, doim barchamizni baxtimizga sog' bo'ling. Allohim xonadoningizga marhamati, rahmatini, ofiyatini yog'dirib tursin. Qalbingizni xotirjamlik, shukronalik, mehr-muhabbatlaringiz doim bezab tursin. Umringiz uzoq, barakali, xayrli, savobli amallarga serob bo'lsin. Baxtimizga doim sog' bo'lib yuring ilohim. Farzandlaringizni baxtini, kamolini, saodatini ko'rmoqlikni Rabbim o'zi nasib aylasin. Ortlaridan doim rahmat so'zlarini eshitib yuravering. Doim barchamizni baxtimizga salomat bo'ling. Bugungi ayyomlar shukronali kuningiz bilan esa chin dildan yana bir bor samimiy tabriklab qolaman. Bu dunyoda menga jondan azizlarim, Allohimga umri aziz, lazizlarim, sizga bitay g'ubor yo'q dili so'zlarim. Omon bo'ling yuragimga yaqinlarim, tinglab meni kimdi ko'ngilni olishlarim, taskin bergan ham yaqinu olislarim, yuragida har tilagi xolislarim. Omon bo'ling yuragimga yaqinlarim, payg'ambarim ummatlari qondoshlarim, siz hayotim yo'lidagi yo'ldoshlarim, dardim olar dardlarimga dardkashlarim. Omon bo'ling yuragimga yaqinlarim deya mana shunday chiroyli tilaklarni barchasini sizga yo'llab qoldirganlar. Opajonim, agarda sizni ham aytar so'zlaringiz bo'lsa, ular uchun albatta marhamat bemalol yo'llashingiz mumkin. Ovozlarimiz yozib olinmoqda. Kattakon rahmat hammaligiga. Ularga ham yaxshi tilaklari, tilakdosh bo'lsin o'zligiga. Bolalarini rohatini ko'rib yaxshi to'ylar qilishsin. Shu nima deymiz tag'in? Kattakon bo'lganga Aytganingiz kelsin. Ilohim joningiz sog' bo'lsin, doim barchalarning baxtiga sog' salomat bo'lib yuring. Yana bir bor biz ham chin dildan samimiy tabriklab qolamiz. Bugungi ayyomlar tavallud kunlaringiz muborak bo'lsin.
Rahmat. Sizlar ham sog' bo'linglar, charchamanglar ishlar bilan. Ilohim. Xalq yo'lida hammani xursand qilib yuraveringlar. Sog' bo'linglar. Rahmat. Ilohim aytganingiz kelsin. Rahmat sizga ham aziz opajonim. Xo'p. O'zingizni asrab oling, Rahmat. salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'linglar. Sizlar ham charchamanglar. Ilohim. Yaxshi yuringlar. Rahmat.